Christmas tree qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yishibdi. Bugun manikyur, pedikyur time. Men bu bejara tirnoqlarimni qildirganimga 1 oydan oshib ketdi. Juda ham sovuq bo'lgani uchun kofe shopga kirdim. Kofe take out qilgani. Dizayni zo'r ekan. Kichkinagina joy ekan. Вообще такой уютный. Koreyada shu kofe shop kulti rosa zo'r. Devori ham qaranglar qanaqa qoldirishgan. Vau. Kreativno. Kirganda vanilniy hid kelyapti. Shunaqa bakeryni hidi. Cookieslar. Aynalar. Bu esa men sovuqda buzlab qo'ygan. Choko braunilar, tiramisuli bor ekan mana. Birinchi marta kirishim bu yerga. Ichimligimni olib oldim. Shunaqa qilib solib berishdi, kompaktligini qilib. Hozir endi pastga tushib nail shopga kiraman. Bilmadim, bular ruxsat berishadimi olishga videoga yo'qmi, lekin narxlar, boshqa narsalar haqida keyinroq ma'lumot beraman. Bu yerda menimcha 4 soatcha bo'laman, chunki manikyurim 2 soatcha vaqt oladi. Men shunaqa gel va pokritcha qildiraman, и pedikyur ham shunaqaroq vaqt oladi. Bolalarimni bog'chadan kelgunigacha bitirib chiqamiz. Ertaroq keldim men. Chiroyli Christmas tree qilib qo'yishibdi. Bu ancha payt pedikyur qilmadim, chunki qanaqa rang tanlashni bilmayman. Ko'ramiz. Qanaqa rang tanlashni ko'ryapmiz. Manda ham interes ko'rinyapti. Va mana bular ham so'rab ko'raman. Bo'ldi mana pancha. 너무 예쁘다. 생각보다 예뻐요. 그쵸? 되게 예쁘죠? zorchiqdan qaranglar, tik. Endi hozir ketaga qaramiz. Bo'ldi mana men 2 soat tanqiladi dedim, sразу qo'yib yuborishdi, tez qilishdi. 1 soat 2 soat 20 minutda уже qo'lim ham bo'ldi. Nima pedikyurim ham bo'ldi. Ertaroq chiqdim, men 5 dan o'tib chiqaman deb qo'ydim. 2 soat vaqtimiz bor bo'lgan kerak. O'shanga Ematga borib kelmoqchiman. Sayohatga ketamiz. O'sha sayohatga borganda bolalarning yeyishi uchun konishib, ya'ni qanaqadir snacklar va yarimta mahsulotlardan olsak, yaxshi bo'lardi. Yugurib o'tdim. O'shanga tushib turing dedim ularga. Ketamiz. -11 daraja sovuq, bizda o'zi qo'lim muzlab qolyapti, telefon tutib. 1 minutda chiqib. Yo'lga chiqib oldik mana. Ketyapmiz, sekin yetib olamiz, borib tez bozordan olamiz, ketamiz. Chunki ertaga уже chemodanное настроение, chemodan taxlash bilan band bo'lamiz. Indinga esa sahar где-то 4:30da turib, 7da уже reysimiz uchib ketadi. Anaqa samolyotimiz uchadi. Shuning uchun 4:30da tursak, 5:30da chiqib ketsak, aeroportga yetib borib, kirib olib, yugur apil-tapil o'tirib olamiz samolyotimizga.
shirin tashvishlar oldinda sizlar bilan birga boshqa bir davlatga sayohat qilamiz onlayn. Biz bilan bo'linglar, biz bilan qolinglar, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, like-ni ham unutmanglar. Kelyapmiz Imartga. Imart Costcodan farq qiladi. Imartda в основном koreyskiy degan uchun mahsulotlar ko'p. Costco'dagi ko'pgina sotishmaydi. Gramlari kam-kamda. Ancha bo'ldi kelmaganimiz. Lekin qanaqani hidi kelyapti. Pishiriqlarning hidi kelyapti. Shunday qilib mana sekin boshlab olamiz kirib bir tomondan. Oldin bolalarimiz lalichka payti kenguruga o'xshagan nimamizga osib olib kelardik. Imartdan bozor qilardi, oldin Costcodan bozor qilishdan oldin. Hozir уже 4 ta bo'lganimiz uchun Costcodan ko'pgina olib tashib keladigan bo'lganmiz. Oldin Imartdan olardi. Araba topsa olishimiz kerak. Qayerda edi araba sotida dasturlarni? Qancha? Menga to'laydi. Okey. Mana o'zimizning idishlardan. Yo'q, bunaqa arzon narsalar qilinmaydi O'zbekistonda sepga. Mana shunaqa qo'jalardan oldik. Kivili, pureshka, kukumastik, shakari yo'q, ichimlik sok. Dadasini qo'llarida har xil yacheli, kashali bor. Olamiz va bolalarimiz bizda yemasligi mumkin-da, unaqa atel ovqatlarni. Shuning uchun обязательно shu nimadir beramiz, degan narsalardan olamiz deb keldik. O'zi zo'rg'a semirtiruvdik, ozitib olmaylik. Dadasini idishlari bu meniki. Mayda cho'yda qilib oldik. Keling bitta qilib olamiz. Udeng bunaqa omuktam bo'ladi. Tokbokki shunaqa sovuq bo'lganda -15 daraja bo'lganda tokbokki yeyiladi Koreyada. To'g'ri, ko'chada turib yeyish kerak uni. No, bizda hozir imkoniyat yo'q ko'chada turib yeyishga. Bu nimadan tayyorlangan aytib qo'ying-da. Baliqdan. Bu har xil baliqlarni maydalab, xamir holiga keltirib tayyorlanadi. Rosa mazali ekan. Sho'rvasi. Achchiq sho'rva. Ana u yerda sousi ham bor. Ha, men ham yeb ko'rayim. Nazariy bo'lsa. Bu yerda уже sayohat oldi, hamma narsalarni gaplashib oldik, hujjatlar, vizalar, bolalar narsalari hammasini tayyorlab qo'ydik. O'rtasi katta ekan-da bularda. Sovuqda yesa zo'rda buni. Mana shunaqa sovuqda. Qaytamiz endi. Ketdik. To'g'ri o'ylaylik, soat 5 da bolalarni olamiz. Shu bilan mana kunimiz ham o'tdi. Borib, bolalarni olib, ovqatlantirib, keyin chemodandan настроениyaga kirib ketamiz. Kerakli hamma narsalarimizni deyarli oldik. Yo'q, endi yo'l. Bog'chalardan mana bunaqa o'yinchoq olib kelishibdi. Nima bu, bolajonim? Ochamizmi? Pastga qo'ying, ochamiz, pastga. Hozir sutingizni ichib olavering. Har oy oxirida shunaqa nima o'yinchoqlar keladi har. Ha. Olib chiqadi, обязательно olib chiqadi. Buni qana ochilar ekan bolajon? Ochish, mana ochildi.
hali sevimli bolishing. Ay, mana nanashim, mamashim, bubalashim, bubalam. O'tiring, oching bolam. Ol bolam. Ana dental care set ekan bu. Sen shunaqamikan? Yo'q, bunisi yaxshi ishlar ekan. Tan. Shunaqa shapchiklar kiyib kelish kuyov bo'lib, keyin yana Zaki Zayn deb kitobchalar berib borishgan har xil. Anaqa so'zlar yozilgan narsalar, kartochkalar va bularning ijodlari har xil chizilgan ijod namunalari. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Zaki bo'lami ijodidan. Baho bering. Soch oldirishga keldik. Ketishdan oldin uchishimiz bilan bir necha soatlar oldin bolalarning sochlari o'sib ketgan, prochaska qilsak, chiroyli qilib ketamiz keyin. Mazza qilib. Mebelni magazinni orasidan boramiz u narsa. Bizni soch oldiradigan joyimiz. Mebellarning narxlarini qaraylik, 2,5 million won, примерно $2,000. Shu bitta turishini o'zi kreslacham o'zi. Koreyada mebellar juda qimmat. Chunki O'zbekistonga solishtirganda qimmat. Masalan, mana shuni o'zi 430 ming ekan. Mana kichkina. Ho. Hayvonlar uchun bu. Yotoq. Uf qildi. Yuring bolam, ketdik. Mana bunaqa yostiqlar, traditsion yostiqlar koreyslar. Ajoyib yostiqchalar. Anaqa bo'ladi. Ichida bu yumshoq bo'lmaydi. Taxta bo'ladi. Hop. Shu kravat 790 ming won. Matras alohida o'rnadi. Keldik. Sartarosh xonamizga. Bubble story. Insa Zaki. 안녕하세요. 좋아요. 와우. 맞아, bitta o'yinchoqlar bor. Bu tarafda multfilmlar bor. Hop, yuring, ketdi bo'pti. Yuringlar, bitta anaqa. Paka. Yo'q, qilmaymiz, ketaveramiz, ketdi. Oy, hamma o'pkisi keladi, bu hamma o'yinchoqda o'pkisi keladi. Tomosha ko'rsatib, butun magazinda aralab anaqa bor kuchi bilan chiqdilar mana. Yur, qolib ketasan bolam. Zaki. Shunaqa odati bor. Tog'larning ichida mana shunaqa mayda taxtacha bo'ladi. Shunda yotishadi bular. Hangimlarda ko'rgansizlar-ku? Ke. Soat 7 bo'libdi. Biz bo'lsam, eslasa yo'q, 11 da zavtrak qilganimiz bo'yicha hech narsa yemabmiz, qornimiz ochdi. Sahar 4 da chiqib ketishimiz kerak yo'lga, shuning uchun yemaylikmi deb oxiri McDonald'sga boradigan bo'ldik. Hozir drive-thru qilib olamiz. Baribir yeymiz. Bolalarga ham endi bolalar kasha, bu narsalar yeb yurishdi-yu, sut, bolalarga ham yediramiz. Drive-thru nimaligini aytib ber. Bilishadi, ko'pchilik baribir biladi drive-thru nima, bilmaganlar uchun mayli aytib o'taman. Yo'ldan shunday pick-up qilib olish, olib olish, sabr qilib olish. 네, 괜찮아요. 잠깐 있겠습니다.
Mayli, ertadan lobster steak yeymiz, ha? Xuddi bir lobster yeydigandek. Narsalarimiz. To'xtang, chiqaramiz dadasi. Ushlab turing.